Hali YouTube. Bugun sizlar bilan Xudo xohlasa eng yaxshi sun'iy intellekt chatlarini aniqlaymiz. Ularga o'sha har xil savollar beramiz. Bu savollar asosan o'sha sun'iy intellekt chatlarni kreativligini, faktichески qanaqa tekshirishini, o'sha biza berayotgan promptlar orqali o'zi qanaqa chuqur tahlil qila ol qila olishini ko'ramiz. Ya'ni tekshiramiz shular orqali, va shularni baholaymiz. Ya'ni man bu joyda jadvallar qo'yganman. Bu joyda aynan qaysilarni tekshirishimiz kerakligi, va, bu joyda bir 15 yaqin savollar tuzib chiqqanman va aynan o'sha savollar bu sun'iy intellektlarni o'sha kreativligini, tahlillar bilan qanaqa ishlash kerakligini, fakticheski narsalarni qanaqa tekshirish, ko'rish kerakligini, aaa, qanday tekshira olishini ko'ramiz. Baholash, zo'r javob bersa 3, yaxshi javob bersa 2, qoniqarli javob bersa 1, qoniqarsiz bo'lsa 0. Ya'ni bu joyda, m mani o'zimni subyektiv, hm baholashlarim bo'ladi. Agar, sizlarda bu bo'yicha qanaqadir shubhalar yoki boshqa narsalar bo'lsa, shu izohlar qismida yozib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, unda boshlaymiz. Bugun qaranglar, nimalardan boshlaymiz? Birinchi, bu joyda, asosiy trenddagi o'sha sun'iy intellekt chatlari, ya'ni ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, Grok, Perplexity, Ucom. Endi Ucom, kimgadir tanish, kimgadir notanish. Endi bu joyda, tanishlari kimgadir tanishi bor, kimgadir yo'q. Qwen bor, keyin Mistral AI bor, keyin Claude. Asosiy eng trendda shov-shuv ko'tarayotganlar bular DeepSeek, Grok, Gemini, ChatGPT, Copilot. Qolganlari har kimni o'sha izlanishi, boshqa narsasiga bog'liq. Lekin, man aynan bularni tanlaganim sababi, o'zim foydalanib ko'rganlarim va, tezkor javob berishi boshqa narsalar bilan farq qilgani uchun bularniyam o'sha qatorga kirdim. Lekin bulardan tashqariyam, yaxshi sun'iy intellektlari bo'lishi mumkin. Chiqayotganlari bor. Ulardan bittasi, ya'ni Manus. Endi Manusni man bitta o'zim tekshirib, tahlil qilib ko'rdim. Yaxshi, javoblar berdi. U uchun lekin oldindan ro'yxatdan o'tib qo'yish kerak va o'sha javobini kutish kerak bo'ladi. Ya'ni mengayam ro'yxatdan o'tib qo'ydim. O'sha Gmail'im orqali, maksimal 1 hafta davomida, 1 hafta ichida o'sha javoblari keldi. Xo'p, unda ketdik. Davay tekshirishni boshlaymiz. Man akkaunt ochib qo'yganman va o'sha akkaunt orqali, har biriga, ya'ni Google akkaunt orqali ChatGPTga kirib, registratsiya qilib qo'ydim. Geminiga kirib registratsiya qilib qo'ydim. Pilot, DeepSeek, Grok, yana bu joyda Qwen, Mistral AI, Claude, boshqalari bor. Ketdik bo'lmasam. Hozir shu narsa sal menga noqulaylik tug'diryapti. Buni orqasini endi qanaqa qilib ishlatamiz ekan? Короче, buni manimcha tekstchiraytirib, keyin kiramiz shekilli. Yo'q, uni hozir to'xtaymiz. Qulayroq bo'ldi. Короче, ketdik. Birinchi savoldan boshlaymiz. Savollarniyam bu joyga yozib qo'yganman.
bo'lsa. Birinchi savol. Dunyodagi eng zo'r arxitektura qaysi? Bu ChatGPTga beramiz. Unda kim eng zo'r arxitektura deganda nimani so'rayapsiz? Eng zo'ri, eng murakkabi, eng mashhuri yoki eng tarixiy ahamiyatlisi har xil mezonlarga qarab tanlov o'zgaradi, lekin umumiy olganda dunyodagi eng mashhur yuqori baholangan arxitektura inshootlardan biri quyidagilar. Dunyoning eng zo'r arxitektura namunalaridan biri Toj Mahal, Parthenon, Yaponiyadagi Himeji Castle, Sagrada Family, Ispaniya Sagrada Family mashhur. Burj Khalifa, Shayx Zayed Grand Mosque, Abu Dhabi. Okay. Endi Gemini. Tezlik yaxshi ChatGPTda. Eng zo'r haqida gapirish juda qiyin, chunki bu shaxsiy didga, ahamiyatga va innovatsion dizaynga bog'liq. Misr ehromlari, Buyuk Xitoy devori, Rim Koliseyi, Machu-Picchu, Toj Mahal, Sidney opera teatri, Eyfel minorasi, Sagrada Family, Burj Khalifa, Guggenheim muzeyi. Okay. Faqat bir necha misollar xolos. Endi Copilot. Tez o'tib ketamiz. Tezlik yaxshi. Gemini bilan ChatGPT. Pilot ham yaxshi. Pilot Toj Mahal, Sagrada Family, Burj Khalifa, Sydney Opera House. Keyingisi DeepSeek. DeepSeek. O'sha mashhur DeepSeek. Fond bozorini yaxshigina qulatgan. DeepSeek yaxshi chuqur tahlil qilyapti, lekin tezlik sal yandan pastroq. Me'mori, uslubi, xususiyati. Sagrada Family, Toj Mahal. Bu joyda dunyodagi eng zo'r me'moriy inshootlarning turli davlatlardan har bir inshoot o'zining badiiy qadriyat, muhandislik bahosi va madaniy ahamiyati bilan ajralib turadi. Quyida eng mashhur ta'sischilari Toj Mahal, Burj Khalifa, Pantheon, Sydney Opera, Guggenheim, Machu-Picchu, Notre-Dame. Inshoot tanlov asosiga yetib bog'liq. Rim Pantheonining abadiy go'zalligi boshqaruvidagi Gaudining Sagrada Familia. O'ragan naqshlar bo'lishi mumkin agar sizga ma'lum. DeepSeek. Endi Grok. Elon Muskning Grok. Endi Grokdan ro'yxatda o'tish uchun xohlasangiz Gmail orqali, xohlasangiz o'sha Twitter orqali, xohlasangiz o'sha Apple'ning iCloud'lar orqali ham ro'yxatda o'tsangiz bo'ladi. Petra Iordaniya, qadimiy Batiylar shahri, Misrga o'yilgan ajoyib binolar bilan mashhur Toj Mahal, Barselonadagi Sagrada Family, Sidneydagi opera teatri, piramidalar. Okay. Qisqa unda Perplexity. Perplexity. Rasmlar bilan birga chiqilyapti. Sarakulturus markazi, Shvetsiya, Shanxay astronomiya muzeyi, Qasamiya jamoatiga, Mondegro qarorgohi. Okay. Yomon emas. Kutilmagan javoblar berdi. Alex. Yukomda ko'p narsalar hisoblanadi. Tezlikni ko'ramiz prosta. Tezlik va javob berishi. Burj Khalifa, Sydney Opera House, Guggenheim muzeyi, Toj Mahal, Hindiston, Falling Water. Mukammal mos kelish.
Yukoman. Ko'pchilikga o'sha banalniy javoblar. When. When. So'nggi javobi shaxsiy ta'riflarga, tarixiy qiymatga, milliy madaniyatga eng zo'r hisoblanadigan arxitektura. Xeops piramidasi, Misr, Giza, 2506 miloddan avvalgi butun dunyo tarixida saqlanib qolgan eng yirik va eng eski manbalar, uning matematik aniqlik va inshoot texnologiyalari hali ham sirli bo'lib qolmoqda. Toj Mahal. Uning simmetrik dizayni, marmar materiali va nozik bezak ishlari butun dunyo arxitekturasiga maxsus bo'ldi. Kolizey, Xalifa, Peter Cathedral, Vatikan. Ressam dunyosining eng Michelangelo, Bernini va boshqa buyuk san'atkorlar. Petra, Iordaniya. To'g'ri o'rgan shahar. Nabatiylar. Tamandun orqali ushbu kompleks hayotni istedi. Uzviy birlashtirish misoli. Eyfel. Angkor Wat. Sagrada Family. Machu Picchu. Yaxshi. Mistral. Mistral AE. Mistral AE. Uni tetiga yaxshi edi Mistral AEniki. Okey. Agar siz katta inshootlar, Burj Xalifa kabi baland binolarga, Xitoyning buyuk devor kabi tarixiy joylar, men sizga yordam berishim mumkin. Agar siz boshqa narsalar eng katta inshoot, eng zo'r arxitektura haqida gapirmoqchi. Mistral. Cloud. Cloud ham chuqur javob berardi. Material xonalari, Toj Mahal, Burj Xalifa, Sagrada Family, Kollej Notre-Dame, Angkor Wat, Hagia Sofiya, Buyuk Xitoy devori, Petra, Machu Picchu. Mistral o'ylandi. 2 marta yozishimizga majbur qiladi. Shuning uchun menimcha Mistralni oxirgi o'ringa qo'yib turamiz hozirgisida. Ya'ni 1 ball berib tursak bo'ladi. Keyin menimcha qolganlariga Yukon bilan yana qaysi bor edi? 4 dan 5 ta javob berganlar. Perplexga 2 tadan, U bilan Perplexga. Grokka ham 2 ta berib turamiz. Bizga chuqur ko'proq informatsiya berganlarga ko'proq ball qo'yib turamiz hozirchalik. Microsoft Copilotga ham 2 ball. Geminiga 3. ChatGPT gap yo'q. ChatGPT o'sha endi men o'zim ham ko'p ishlataman. ChatGPT bu nimalar bilan birga, emojilar bilan ham birga berib tashadi. 3. Mana endi belgilaymiz. ChatGPTga 3, Gemini 3, Copilot 2, DeepSeek 3 edi. Grok 2, Perplex 2, U ham 2. Quen menimcha yaxshi javob berdimi? Quenni bitta ko'raylik, shu Quen yaxshi javob bergan ekan. Quenga 3 to'g'ri qo'yibman. Quen, Mistral
Mistral men kutgan natija bo'lmadi. 1 -1 qo'ymoqchi edim. Cloud. Cloudga ham 2. Endi keyingi savol. Keyingi savol. ChatGPTdan boshlaymiz. ChatGPT dunyodagi o'ylab topilmagan kasblar qaysi? Zo'r savol. Dunyoda hali o'ylab topilmagan kasblar bu kelajak texnologiyalari, ijtimoiy ehtiyojlar yoki kreativ fikrlar natijasida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan yangi va noodatiy kasblar. Mana bir nechta kasb erkin bo'lishi ehtimoli bo'lgan yoki o'ylab topilgan future style kasblar. Sun'iy intellekt etikasi nazoratchisi, AI qarorlarning adolatli, axloqiy va insonparvar bo'lishini ta'minlaydigan kasb. Xotira muhandisi odamlarning ongiga virtual xotiralarni joylashtirish yoki real voqealarni unutishga yordam beradigan mutaxassis. Ekotizim tiklovchi dizayner. Shaharlarni nafaqat ekologik, balki tabiiy ekotizim bilan uyg'un holda qayta loyihalaydigan kasb. Sayyora hayoti muvofiqlashtiruvchisi, Mars yoki boshqa sayyoralarga ko'chib o'tgan insonlar hayotini boquvchi mutaxassis. Virtual dunyo psixologi. Wow. Metaverse VR yoki onlayn olamda yashaydigan insonlar uchun ruhiy yordam ko'rsatuvchi mutaxassis. Vaqt menejeri, time hacker. Kitob hayotimizdagi vaqtni maksimal foydali taqsimlab beradigan personal vaqt strategiyasi murabbiyi. Endi bunaqalar manimcha ko'payayotgan shekilli. Ya'ni bizada ahilliklar bo'lib ketadi. Genetik brend dizayner. Odamlarning tashqi ko'rinishiga wow, salomatligiga qarab individual brend yaratadigan gen mutaxassisi bu zo'r. Endi keyingisi Gemini. 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 Google Gemini. Dunyodagi o'ylab topilmagan kasblar qaysi? O'ylab topilmagan kasblar deganda hozirda mavjud bo'lmagan, kelajakda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan mutaxassis tushunadi. Texnologiya yangi kasblar turli yuzaga kelishi mumkin. Texnologiya va AI sohasida sun'iy intellekt yetakchisi etikasi bo'yicha. Bu ham shu etika, virtual dunyo, arxitekturasi, metaverse, kosmik sayyohlik bo'yicha u yangi san'at. Tashqi yo'lda kosmik sayohat qiluvchilarga xizmat ko'rsatadi va ularning xavfsizligini ta'minlaydi. Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha AI tahlilchisi. Kibertahlilchi bilan kiberjinoyatchilikka qarshi bilan kosmik yangi shaxsiy ma'lumotlar brokeri. Etik ko'rinishlarga o'z ma'lumotlarini nazorat qilish va ularni qo'llash lozimligi ko'rsatilgan. Judayam ekologiya va barqarorlik sohasida Gemini. Gemini yaxshi javob berdi manimcha Google'ga qaraganda. Iqlim o'zgarishi bo'yicha moslashuv strategiya. Integrator atrof-muhit sog'liqni saqlash texnologiya. Zo'r. Gemini javoblari yoqdi. Geminiga 3. Shu joyni o'zida 3. ChatGPTniki lekin 2. Hozircha 2. Agar Geminidan adam zo'r javob bersa, Gemini qolib ketadi. Professional quchoqlovchi. Ba'zi odamlar quchoqlash orqali boshqalarga hissiy yordam ko'rsatadi. Wow. Microsoft Copilot hazillashni yaxshi ko'rgan. Qor sinovchisi. Qorning sifatini va xavfsizligini baholash uchun ishlaydigan mutaxassis. Hayvonlar psixologi. O'yin sinovchisi. Video o'yinlarni sinab ko'rib, ularning sifatini va bu manimcha bo'lishi mumkin. Kimlardir qilayotgan bo'lishi mumkin. O'yin sinovchisi. Testerlar, game tester. Endi DeepSeek. Copilotga 1 qo'yib turamiz. 3-2-1 hozircha. DeepSeek g'ayrioddiy kasblar yoki ular haqida o'ylab ko'rishim. Voy. Professional o'qituvchi. Professional kadr. Ko'pikli vanna tozalash mutaxassisi. Chinni. Yangi ishlab chiqarilgan ko'pikli vannalar. Samaradorligini sinab ko'rish. Ish kuni davomida turli xil rangli vannalarda cho'milish kerak. Ashyoqni mashg'ul bo'lgan bu kasb o'zining ishga yordam beradi misol. Yomon hidni hidlovchi. Odor judge. Yog'och qoplamalar, plastik buyumlar yoki kosmetikaning yomon hidini baholaydi. Lot. Mana kasblar. Pivani chaqalog'i. Beer frost analysis. Pivo ko'pikining qalinligini tuzilish va barcha qancha vaqt bo'lishini o'lchash. Lego quruvchi dizayner. Legoni ulkan inshootlar. Yolg'on detektori.
Bu manimcha bor. Yolg'ondek bir tanishuv uchrashuvlarda ha, bu endi kasb sifatida odam kimdir o'zini tekshirib yolg'on gapirish aniq. Bu endi kuchli psixolog bo'lishi kerak. Ko'zoynakni tanishtiruvchi. Mm, qo'rqinchli uy qorovuli. Haunted House. Katta Buratino qiyofasidagi odam. Vaqt sotuvchi time seller. Vaqt sotuvchi. Nima qilib? Band odamlar uchun navbatda turish, xatlarni topshirish kabi oddiy ishlarni bajarish. Yaponiyada Okiasan deb ataladi. Soatda 20 mil taklif qilinadi. Londonda bunday ishlarga talab katta. Endi DeepSeek talabgir qilsa bo'ladigan, lekin bu ishlarni qilib yurganlarni ham mm, ko'rsatdi. Menimcha DeepSeeknikini vau deyish bilmayman. DeepSeekniki men uchun vau bo'lmadi lekin. Sababi DeepSeek bergan bu kasblar, ya'ni o'ylab topilmagan kasblarda bunga alternativ bo'lgan ishlarni qilishyapti-da. Shuning uchun menimcha DeepSeekga ham bir qo'yib tursa bo'ladi. Sababi ularni ichida mayli bir ikkita yangi kasblar bor. Qolganlari yo'q. Bir DeepSeekda. DeepSeek bir Copilot. DeepSeek va Copilot bir hozir joyida yozib ketsak ham bo'ladi. ChatGPT. ChatGPTga 2, Gemini 3, Copilot 1, DeepSeek 1. Grokka keldik. Grok. Ko'pchilik maqtayotgan o'sha Grok. Yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Barcha sun'iy intellekt chatlarimiz o'sha free tarif rejasida, ya'ni bepul tarif rejasida ishlamoqda. Grok o'ylanib qoldi. Dunyodagi o'ylab topilmagan kasblar uchun. Tezlik. Qani Ilon Mask o'sha maqtagan eng kuchli sun'iy intellekt. Balkim bu narsalarda o'ylanib qolgandir, lekin boshqa narsalarda kuchlidir. Uni ham endi ko'ramiz. Nimada kuchli, nimada kuchsiz. Mayli. Perplexga o'tib turamiz. Perplex. Tezlikda baribir. Professional uyquchi. Bu kasb odamlar mehmonxona yoki uyli xizmat uchun choy va yostiqlarni sinovdan o'tkazmasdan uyquga yotadilar va o'z boshlaydilar. Bo'yoq qurishni kuzatuvchi. Buyuk Britaniyada bir kishi yangi bo'yoq ishlaydi. Netflix kontent sotuvchisi. Metod sonini tejliklarni qilgan holda. Ilon zahari yig'uvchisi. Antidotlar. Suv ostida pitssa yetkazib beruvchi. Baholovchi. Marmarid tadqiqotchi. Motamchi. Janubiy Sharqiy Osiyoda motam marosimlarini yanada baland ovozli qilish uchun motamchilar qo'llanadi. Ruhning oxiratga ketishini osonlashtirishga yordam beradi deb hisoblanmoqda. Perplex lekin uch shunaqa bo'lmadi. Yangi kasblar bilmayman. Perplex kam 2. Sababi Gemini eng optimal, eng zo'r nimani berdida. Grokka 2 qo'yib yubordim. Grok hali javob beribdimi ekan? Grokni hozir ko'ramiz. Grok. Grok hali o'ylanyapti. Shunaqa kasb ham, shunaqa narsa ham bor, shunaqa qilsa ham bo'ladimi? Yaxshi, Yukomni ko'raylikchi. Qanday qaroqchisi? Bunda qaroqchisi bor menimcha. Qizg'inlik hisoblanadi. Bundan parvarish. Tasbih bergan mutaxassis, kinolog, ko'katchi. Bir Yuga. Yu bo'ldi. Quen. O'zingni oqlashing kerak. Senga ishonamiz. Quen.
Mister Olga javob savolni berib turaylik. Guruh nima qildi? Guruh. Nima bo'ldi? Guruh. Guruh uxlab qoldi menimcha. Guruhdagilar uxlab qoldi. Quen. Quen. Kulgili otuvchi. Kulgili otuvchi. Professional author. Kulishni o'rgatadigan mutaxassislar. Ular odamlarga stressni kamaytirish, sog'liqqa ijobiy ta'sir ko'rsatish uchun qanday qilib tabiiy ravishda kurashni o'rgatadilar. O'yinchoq sinovchisi. O'yinchoq toy tester bu menimcha yangi emas. Quyosh tergovchisi. Hammasi ma'lum. Yes, egaligini hayvonlarning sog'lig'i. Pet food tester. Odamlarning oson sog'liq o'tkazish uchun. So'z arxitekti. Tungi ustida joylashgan binolar soniki infrastrukturani loyihalashtirish bilan shug'ullanadigan kasb egasi. Yomg'ir suvini oqizuvchi. Rainmaker. Ularning so'zi bulutlarni sun'iy ravishda kondensatsiyalash amaliyotida yomg'ir bo'lish arxitektor. Quen yaxshi kodlar yetkazib beruvchi, film effektlarini dublyorlovchi, soatlar sonini sanovchi, soatlar sonini sanab o'tirsa. Mahalliy vaqt zonasini aniqlash va soatlar sonini hisoblash turli hududlarda vaqt farqlarini hisobga oladi. Kechirasiz deb aytmaydigan odam. Biznesdagi shaxs mas'ulini to'g'ri harakatini Quen yaxshi. Quenga 2, lekin 3 emas. Lekin 3 emas. Grok minusda qolib ketadi shu. 22 ta. Qanday qiluvchi, pichoq tinglovchi, havo illyustratori, qotayotgan bo'yoq kuzatuvchi, hayvonlar uchun illyustrator, Lego haykaltarosh, navbat bo'ylab turuvchi, haqiqiy bo'lmagan narsalarni sotuvchi, antik ovchi, haqiqiy bo'lmagan narsalarni sotuvchi, real hayot virtual narsalarni sotish bilan shug'ullanadi. Bundaylar bor menimcha. Sud rassomi. Sud rassom, marvarid yig'uvchi, sirli xaridor, qo'llab-quvvatlash kasbi, kelin dugonasi, yig'lovchi, shokolad tegishli hayvonlar uchun psixolog suvni tekshiruv. Mistralga 2. Yaxshi javoblar ber. Cloud ham yaxshi javoblar berishi kerak. Intellekt etikasi bo'yicha maslahatchi, virtual hayot menejmenti, ma'lumotlar yig'uvchi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va tozalash bo'yicha xizmat. Pozitsiya yaxshi. Iqlim muhandisi, robotlar tarbiyachisi, xotira kuratori, vertikal fermer, biologik 3D chop etish pozitsiyasining o'rni. Cloudniki ham yoqdi, sababi qanaqadir oldi-qochdi gaplar yoki vaqtinchalik emas, haqiqiy insonga, odamzodga, kelajakka yordam beradigan, o'ylab topilmagan kasblar, qilsa bo'ladigan kasblar va bu kasblar orqali produktivlik ham oshishi aniq. 3. Gemini va Cloud 2-raundda yutishdi. 3-si kontrol aql. Boshimiz Grok nima qildi? Grok o'ylanib qoldim menimcha. Bo'ldi, ChatGPT ketdi. Dunyodagi eng mashhur kitob qaysi? Zo'r savollardan yana biri. Dunyodagi eng mashhur kitob degan bu so'z turli ma'noga
eng ko'p sotilgan, eng ko'p o'qilgan, eng ko'p tarjima qilingan, eng katta ta'sirga ega bo'lgan. Birinchi o'rinda Qur'on, Injil eng ko'p o'qilgan va eng ko'p tarjima qilingan kitoblar. Diniy ahamiyat tufayli minglab odamlar tomonidan o'qiladi. Tarixda eng ko'p tarjima qilingan kitoblar maqomida Garri Potter, The Lord of Rings, The Little Prince, Kichkina shahzoda, Don Kixot. Shu tavsiflari bilan nega? Zo'r. Gemini, senga navbat. Gemini uyaltirding. Gemini men hozirda dunyodagi eng mashhur kitobchisi. Yana bir marta cannot direct access real time. Endi bu ingliz tilida javob beradi. Chairman Red Bull o'zbek tilida. O'zbek tilida javob. Bu savolga javob bera olmayman. Malades, malades. Yana bir marta so'rayman. Gemini, o'zingni qutqar. Taxminlaringni ham bildirishing kerak hech sabab. Injilning sotuvi bilan ketadi. Injil. Bu Gemini Injilni aytyapti. ChatGPT Qur'on. Iqtiboslar, Garri Potter, Don Kixot. Gemini yozildi. Geminiga 1. ChatGPT hozircha 3. Copilot. Bibliya. Shaharning hikoyasi. Dickens. O'zlar hukmdori, Kichkina shahzoda. Copilot. Yaxshi. Copilot zo'r javob berdi. Asoslab berishi, unda faktlab bergan. Bilmayman. ChatGPT nimagaligini ham ko'rsatib berdi. Copilot 3 emas 2. DeepSeek o'tamiz. U DeepSeek kitob bu Bibliyani aytdi. Shuning plus tillarga sotuvlar 5 milliard davomida. Asosiy matnning eng ko'p tarqalgan kitob. Don Kixot. Asosiy qismi 500 million 100 plus til. Polvon sariq devorning siri Agatha Christie. Kichkina shahzoda. Garri Potter. O'zlar hukmdori. Al-Kitob al-Jomi. Mao Zedong. Shaharning qissasi. Muqaddas Qur'on eng ko'p bo'lgan tarjima qilingan kitoblardan biri edi. Tarjima qilingan. Mutamaddilar. Davlatga so'ragan kitoblar 11. Don Kixot, Garri Potter, muqaddas kitob. Birinchi o'rinda turadi. DeepSeek 3. Hali o'ylayman. Grokka nimadir bo'ldi menimcha. Don Kixot yoki Bibliya bilolmadim, ammo ulardan Garri Potter seriyasi yoki 100 yillik yolg'izlik deb yasazonida davrida katta shuhrat qozongan, ammo agar omobillikni sotuv
va o'qiganlik bo'yicha baholasak, Don Kixot tarixiy jihatdan eng ko'p tarqalgan romanlardan hisoblanadi, chunki u asrlar davomida bilan birga diniy kitoblar, masalan, Qur'on yoki Bibliya o'z yoqasida muqaddas maqomi tufayli eng ko'p o'qiladi. Mashhurlik mezon. Yaxshi. Krok ham o'ylanib, tafakkur qilib, manimcha javob berdi, lekin bizga tezkorlik va aniqlik kerak. Krok mayli, bu safar. Intelleksiya o'zguncha biz baholab turamiz. ChatGPT 3, Gemini 1. Endi nur qo'yish Geminiga, sababi 3 marta harakat qildirdi. Copilot 2, DeepSeek 3, Grok 2. Biz Perplex'ga keldik. Ron shaharning hikoyasi, O'zbekiston hukmdori, Kichkina shahzoda, Harry Potter, kimyogar. DeepSeek va Geminiga qaraganda bunaqa endi isboti boshqa narsalari bor, lekin ularnikidek ko'p informatsiya emas. Shuning uchun Perplex'ga. You, you, You'ni qo'shmasam ham bo'larkan buni. Nimaga qo'shdim? Mayli, rullarning The Lord of Rings tarjimani ham yorib tashladi. You. Rullarning tangrisi. Bible. Yo'q, tarjima men uchun eng yaxshi. You'ga 0. You'ni olib tashlayman. Yumshatmas. Kerak emas ham ekan You. Chuchvardi You. Tushundim You'ni. You poli 0. Quen. Mistral. Mistralni qo'llagancha. Yaxshi, Quen. Kulli mualliflarning ilohiy vahiy. Juda qadimgi davrda yozilgan. Esaga uchun yaxshi. Quen 3 ga tortyapti. Don Kixot. Nega o'lsiribmiz? Don Kixot. Va Utopia. Sariq rang va qordang. Conan Doyle. Sherlock Holmes. Quenga ham 3. Zo'r. Quen. Хорош. Quen hozircha o'zgartirmayapti. Mistral. 2. Jinoyat jazo. Anna Karenina yosh edi. Isbotlar 2. 1 sekund. 1 sekund ketibdi. Tezlik zo'r Mistralda. Ajralib turadi muhandis. Qiladi baribir Claude.
Injil, Qur'oni Karim, Don Kixot, Harry Potter, Talar qissasi, Kichkina shahzoda, tarixiy nuqtai nazardan Injil va Qur'oni Karim eng mashhur hisoblanadi. Ular asoslab Cloud, Cloud 2 kuchli emas. Keyingi savol. Endi 4-savolga endi yetib keldik. ChatGPT bizni eng ko'p odamni o'ldirgan shaxs kim? Ko'ramiz. O'ldirgan shaxs deganda bevosita emas, balki qirollar, urushlar yoki siyosiy rejimlar. Yaxshi o'ylashdan boshladi ChatGPT. Eng ko'p odam o'limiga sabab bo'lgan Mao Zedong. Taxminan 40-70 ming odam o'limiga sabab bo'lgan. Buyuk sakrash va madaniy inqiloblardagi siyosatlar tufayli ocharchilik bo'ldi. Jozef Stalin 20-30 ming odam o'limiga sabab bo'lgan. Adolf Hitler, Pol Pot, Kamboja. Yaxshi, Amir Temurlar hozircha Chingizxonlar chiqmadi. Endi keyingisini ko'ramiz. Keyingi chatlar kimlarni aytadi? Mao Zedong yaxshi, Stalin, Hitler, Pol Pot. Bir xil ChatGPT bilan. Savol juda murakkab. Tarixiy kontekstga bog'liq hayotga o'xshash. Sabab masalan Gitler Ikkinchi jahon urushi va Holokost davrini Stalin, Mao Zedong. Pilot 2 Gemini bilan ChatGPT uchuvchi desa. Lekin agar kimda content maker bo'lsa, menimcha ChatGPTni birinchi o'ringa qo'yadi. Sabab ChatGPT hamma narsani tayyor qilib beryapti. Bekorga ChatGPT birinchilardan bo'lmagan. Va mavqeini yo'qotmayapti ham. Chingizxon chiqdi mana. 20-40 million. Stalin 6-20 million. Spend microscope. Let's talk about something else. Maybe. Javob bergisi kelmadi DeepSeekni. Bu savolga javob berishga unchalik tayyorgarlik bo'lmagan. Adolf Hitler 17 million. Savollar. Oxiriga javob bermayapti. DeepSeek qo'rqyapti. DeepSeekda qanaqadir cheklovlar bor. Mana. Minusi DeepSeekni. DeepSeekni yaxshi emas. Oxirigacha aytish kerak. Menimcha o'sha Xitoyning o'sha Mao Zedongga kelayotgan paytda o'sha xitoycha nom yoki xitoycha ism ishlatilsa shekilli. Yo'q, bu safar mana точно o'sha Xitoy o'zinikini oqladi. Yo'q, DeepSeek bunaqa senzurali ishlar bizga yoqmaydi. DeepSeek nol, o'zini nol. Yaxshi javob berishni boshlaganlik. Pilot 1, Gemini 2, eng yaxshi 3 ChatGPT. Grok. Hammasini yozib chiqamiz. Oxirida keyin javob beramiz.
Mistral. Mistral. Grok. Grok. Gitler, Stalin, Mao Zedong. Yaxshi, yaxshi. Grok 2. Zedong. Yaxshi. Ikki. Yoki birmi? Pilot bilan solishtirib ko'raychi, Copilot. Nimaga bir qo'yganman? Ha, to'g'ri, to'g'ri. Yo, birga tortadigan Copilotniki. Ikki. To'g'ri qo'yibman. Kven. Kven yaxshi. Kven. Adolf Gitler. Stalin. Mao Zedong. Ketma-ketlik bo'yicha baribir ChatGPT o'sha ketma-ketlikni to'g'ri zo'r qo'ydi. Lekin nisbatan yaxshi javob berdi. 2 qo'ymayman, 3 qo'ygan yaxshi. Mistral. Mistral 1-2 sekundda javob beribsan, yaxshi. Lekin bizaga ochiqlab berish kerak. Mistral tezliging zo'r. Biz kutganchalik bo'lmayapti. Shuning uchun bir Cloud. Yaxshi. Cloud ketma-ketlik. Mao Zedong, Stalin, Gitler. Ketma-ketlik yaxshi. Bo'ladi. 2, 3 emas lekin. Ko'proq informatsiya berilmagan. Keyingisiga o'tamiz. Zo'r savollar boshlanadi. Chatlarni tekshirishni boshlaymiz. Agar sen tarixdan bitta ixtironi o'chirib tashlash mumkin bo'lsa, bu qaysi ixtiro? Voy, shunaqa ajoyib falsafiy va chuqur savol bu. Tarixdan bitta ixtironi o'chirish bu degani insoniyat yo'li butunlay boshqacha bo'lib ketishi mumkin. Mana endi men sun'iy bo'lib turib shuni o'ylab qolaman. Agar tarixdan faqat birta ixtironi yo'q qila olsam, bu ehtimol quyidagi bo'ladi: yadro quroli, atom bombasi. Yaxshi, zo'r. Insoniyatning ixtiro Hirosima Nagasaki. Nega bu tanlov? Millionlab insonlarning halokati, tabiiy muhitga halokat bas. Barchadan hozircha qo'rquv, diplomatiya, insoniyat haligacha bu o'yinchoq bilan o'zini portlatib yuborishi yoqasida uklangan ixtiro kimyoviy qurollar, plastik, polimer materiallar, sigaret, tamakilar. Endi navbat senda. Agar sening qo'lingda bo'lsa konseptor, unda o'chirgan bo'ladigan. Nega? Men ham xuddi birinchi o'rinda o'sha atom bombasi qo'plab tarixga katta zarbalar bergan, insoniyatga o'zi o'ylamagan narsalar sodir bo'lgan. Gemini. Salomatlikka zarar. Qo'rg'oshinli benzin muzeyga qo'rg'oshinli benzin bo'ladi. Agar menda tarixda bitta qo'rg'oshinli benzin birovga zarar, qo'rg'oshinni ham bosdim. Qo'rg'oshin detonatsiyaga qarshi. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Hozircha no'g'ri. Qiziqarli savol. Bitta ehtimol tashlab mumkin bo'lsa, bu ta'limot jihatidan inson ba'zan yadro qurollarini ixtiro qilmaslikdan nashr mumkin, chunki ular katta plastikni ixtiro qilmaslikdan nashr mumkin, chunki atrofga zarar yetkazmoqda. Menga savol beradi bu Copilot uchun. DeepSeek bu aniq atom bombasi deydi. Atom bombasi. Konkretno. Doimiy hisob.
Kayson uch. Lipsik. Men yadro qurolni tanlagan bo'lardim sababi uning yaratilish insoniyat so'ramiz. Guruh menga savol. Guruh bilan ko'p bir qolganligi uch hozircha. Agar bir ochib berish mumkin bo'lsa, men bu mashinasini tanlayman. Bu mashinani ixtiro qilgan sanoatning ikki bo'lib, mehnat unumdorligini keskin oshirdi. Dunyo iqtisodiyoti boshqa bilan ekologik muammolar shuningdek ijtimoiy effekt ham paydo bo'ldi. Sanoat inqilobi ekologik muammo seri perpleks sotsializm bu cheklab qo'yadi. Yashab qo'yadi. Bo'ladi. Tushundim. Perpleks tushunib bo'lmadi. Guruh bilan ko'pincha bir qo'yib yuboring. Qolganligi 3 ta. DeepSeek 3, Gemini 3, ChatGPT 3. Perpleks bilmayman. Perpleksga chiqmayman. Nimaga bu mashinasi va sanoat rivojlanishini to'sqinlik qilgani yoqmadi. Quvang. Navbat. Mistral. Navbat. Seniki. Cloud. Navbat seniki. Agar men tarafdan o'chirib tashlash imkoniyatiga ega bo'lsam, bu savolning javobi juda muhim va mas'uliyatli. Biroq qiladi. O'chirish insoniyatga ham nazarga kelib, songa qarash. Yaxshi. Quen. Zo'r. Yadro quroli. Zo'r. Zo'r. Quen 3 bo'ldi. Yadro qurol, plastmassa, dizel, dvigatel, sovuchkinalar. Mistral ham yoqdi. Mistralga ham 3. Cloud. Men ehtimol kimyoviy biologik qurollarni o'zib tashlashni tanlagan bo'lardim. Bu ixtiyorlarga ayniqsa zaharli gazlar, mineral ingrediyentlar. Jahon urushida zaharli gaz hujumlaridan tortib Suriya urushida boshqa faqat odamlarning kun so'ndirish yo'lovchi harbiy xodimlarning balki aholiga qarshi tarafga ommaviy qilish. Zo'r. Yaxshi. 3 qolganlarni hammasiga. Quenga 4 qo'ysam ham bo'lardi yoki Quenga 3 qo'yib qo'yganlarga 2 qo'ysam ham bo'lardi. Mayli. Yangi savolga o'tamiz. Agar insoniyat Marsga yashashni boshlab yuborsa, qanday madaniyat va jamiyat shakllanishi mumkin? Endi zo'r. Chatlarni tekshirishni boshlaymiz endi. Sun'iy intellekt chat. Optimalroq yechimlar bera oladi. Ko'ramiz. Bu savol fantastika, falsafa va ilm fanni birlashtirgan mukammal kosmik mavzu. Agar insoniyat Marsda yashashni boshlab yuborsa, u yerda madaniyat jamiyat bilan o'xshab bo'lmasligi mumkin. Yangi muhit, yangi tartib.
Marsda jamiyat tuzilishi qanday bo'ladi? Texnologik, ya'ni texnokratik jamiyat. Odamlar bilim va ilmiy salohiyat asosida boshqaruvga kelishadi. Bilim va ilm-fan, muhandislik, tibbiyot asosiy kuchi. Masalan, Marsda prezident bo'lmasligi mumkin, balki bosh olimlar kengashi bo'ladi. Kollektivistik jamiyat, yangi shaxs emas, jamoadagi har bir kishi muhim. Resurslar, suv, havo, oziq-ovqat cheklanganligi sababli hamma bir-biriga bog'liq bo'ladi. Misol, sovg'a emas, resurs almashuv asosidagi madaniyat. Masalan, siz menga kislorod emas, men sizga energiya. Masalan, siz menga kislorod, men sizga energiya. Dahshatli javoblar. Marsda madaniyat qanday bo'ladi? Yangi diniy yoki ruhiy qarashlar, yangi uzoqlik odamlarni yangi ruhiy savollarga undaydi. Ehtimol kosmik onalik yoki qizil sayyora falsafasi paydo bo'lishi mumkin. Misol, Marsliklar Yer onasi va Mars otasi degan tushunchalarni yaratib, o'ziga xos falsafa qurishi mumkin. Yangi san'at turlari, g'or, skafandr, yangi atmosfera, past tortishi barcha Marsda siyosiy tuzum qanday bo'lishi mumkin? Korporativ koloniya, marsiyalik koloniyalar katta e'tibor. Masalan, SpaceX Town yoki Blue Origin yashaydi. Demokratik kun sun'iy intellekt yordamida adolatli ovoz berish tizimi. Har bir qaror real vaqtda xalq tomonidan ovoz bilan belgilanadi. Masalan, Marsiya demokratiyasida odamlar ovoz berish neytral interfeys orqali ko'tariladi. Tillar orqali turli millatlar Marsga ko'chsa, yangi Mars Trello yoki kosmik Esperanto paydo bo'lishi mumkin. Masalan, Yasircha hindcha xitoycha so'zlar aralashib yangi til shakllanishi. Xulosa Marsda insoniyat yangi qadriyatlar yaratadi, resurs qismiga barobar jamiyat yetadi, balki yerliklar va Marsliklar orasida madaniyatlar to'qnashuvi ham yuz beradi. Xo'sh, sen eshitamiz. Sen Marsda qanday jamiyatda yashashni istarding? Erkinmi, texnologiyami? Biznesmenmi, ruhiy jamiyat? Dahshatli javob. ChatGPTdan dahshatli. Inson Marsda yashashga bo'lgan madaniyat jamiyatni qurishga format. Texnologiya. Pragmatik madaniyat. Marsning qattiq sharoitlarini tasodifni bozmaydi. Pragmatizm. Savolli. Boshqalarning resurs. Yer madaniyatining modifikatsiyaga yashaydi. Zo'r Gemini. Zo'r javob. Ilmiy tadqiqotlar. Zo'r. Gemini zo'r javob. Marsda yashashni boshlash insoniyat tarixida burilish yasagan bo'ladi va yangi mustamlaka madaniyati. Marsda yashashi birinchi avlod marsliklar bo'lishadi. Misol, Mars festivallari Qizil planetani kuzatishni nishonlovchi yangi kasb va rag'batlarga banklar. Mars geologlari Yer va Marsga unikal san'at va adabiyot. Klub ostida Mars yashashi o'zining birinchi badiiy kino. Taxminlar Marsda yashash insoniy tafakkur va yaratish imkoniyatlarining yanada kengayishi aniq. Pilot norm. Marslik madaniyat xususiyatlari. U yerda butunlay yangi madaniyat va jamiyat modeli shakllanadi.
Mars konstitutsiyasi va kollektiv ruh tomoni qoidalari. Har bir aholi birligi, masalan, 100 kishilik emas shaharchalar o'zini boshqaradigan avtonom qiladi. Atmosfera sotsial yashash uchun yondashuv qilib bo'lmaydi. Barcha gazov va kislorod suv energiya umumiy nazoratda bo'ladi. Muvaffaqiyat hayotini saqlab qolishga bog'liq bo'lardi. Texno-ijtimoiy meritokratiya paydo bo'lardi. Kapitalizm, sotsializm hammaga. Eng bilimli muhandislar, biolog, psixolog yetakchilik qilardi. Texno-ijtimoiy meritokratiya. Yangi til va dialektlar tug'ilgan avlodni uyushmasi ijtimoiy tartib qanday farq qiladi? Pul tizimining o'zgarishi. Bir soatlik ish, bir birlik energiya. Kislorod ishlab chiqarish yoki quyosh panellariini tozalash kabi ishlar eng qimmat valyuta hisoblangan bo'ladi. Ko'p ota-onalik tizimi bolalarni butun jamoa tarbiyalardi. Chunki genetik diversitet muhim bo'ladi. Cheklangan aholi soni tufayli har bir bola umumiy meros qaralgan bo'ladi. Kosmik gumanizm insoniyatning butun galaktik miqyosidagi gezbasiga e'tiqod. Birinchi bo'lg'ona san'atga ko'ngilchi Mars versiyalari. Musiqa, Damasius, Bazandays, elektron bombalar ixtirolar, Yer va Marsga madaniy qarama-qarshiligi. Marsda tug'ilgan avlodlar Martians o'zlarini Yerdagi odamlardan ustun hisoblangan. Galaktik irqchilik. Biz qiyin sharoitda yashaymiz, siz esa yumshoqsiz degan mentalitet. Suv konlari ustidan qaytanga. So, 2150-yil Mars jamiyati. DeepSeek yaxshi. Grok SpaceX orqali kollektivizm va hierarxiya. Grok. Madaniyatning pragmatik dunyoqarash. Mars etikasi shakllanishi. Birinchi marta Grok zo'r javoblar beryapti. Teng imkoniyat valyuta. Yaxshi. Flex. Tezlik bo'yicha zo'r. Flex zo'r. Tezlik kamroq, lekin tezkorlik bo'yicha zo'r. ChatGPT va Flex. Quvayn. Menimcha bu savolga ko'pchiligiga işte hammasiga qo'ysa bo'ladi. Yoki tezlikka qarab kimgadir 3, kimgadir 2 qo'ysak ham bo'ladi.
ekotizim, suv va energiya tejash, texnik tizim, kooperativ tizim, yangicha ijtimoiy norma qadriyatlar, ommaviy qolish, jadid tizimlar, musulmon hukumatlar, madaniyat va san'at, kommunikatsiya, Mistral javob bilimga texnik rivojlanish, ijtimoiy tuzilma, jamoalar, madaniy o'ziga xoslik, qonun va tartib, ta'lim va bilim, Marsda yashovchilar o'z oilalariga fan va texnika bilim berishiga e'tibor qaratmoqda, chunki bu o'rnining omon qolish madaniy meros. Madaniy jamiyat. Marsdagi madaniyat va jamiyat. Marsdagi jamiyat tuzilishi, yashash muhitining tuzilishi, ijtimoiy tashkilotlar, madaniy o'zgarishlar, yangi tarkiblarning topiladi, til o'zgarishi, yaxshi, zo'r. Hamsa bugunchalik hammasiga birinchi marta uch yorqin javoblar bor. Qolgan savollar bo'yicha keyingi qismda tezkorlik bilan o'tib ketsak bo'ladi. Hozircha hammaga rahmat. Pastda har birini linklarni qoldiraman. O'qib rohat topasizlar. Xohlasa sizlar ham sinab ko'rasizlar. Salomat bo'linglar.